Ahsanallohu ilaykum qala. Muallif rahimahulloh aytadi: Ushbu ummatning ba'zilari butlarga ibodat qilishi haqida kelgan dalillar bobi. Alloh taolo aytadi: Kitobdan nasibador bo'lgan kimsalarning but va sanamlarga ishonib sig'inayotganlarini hamda kofir kimsalar haqida o'shalar iymon egalari bo'lgan musulmonlardan ko'ra to'g'riroq yo'ldalar deyotganlarini ko'rmadingizmi? Niso surasi 51-oyat. Yana bir oyatda bunday degan: Ayting, sizlarga Allohning huzurida, ya'ni qiyomat kunida bundan ko'ra yomonroq savob, ya'ni jazo oladigan kimsalar haqida xabar beraymi? Ular Allohning la'natiga duchor bo'lgan, g'azabiga giriftor bo'lgan va maymun, to'ng'izlarga aylantirib qo'yilganlar hamda shaytonga qul bo'lgan kimsalardir. Ana o'shalar eng yomon martabada bo'lgan va butunlay to'g'ri yo'ldan ozgan kimsalardir. Moida surasi 60-oyat. Boshqa bir oyatda ularning ustiga hukmron bo'lgan podshoh va saroy ayonlari esa albatta biz ular, ya'ni Ashobul Kahf qabrining ustida bir masjid qurib olurmiz deyishdi. Kahf surasi 21-oyat. نعم. Muallif rahimahulloh bu bobni ushbu ummatning ba'zilari butlarga ibodat qilishlari haqida kelgan dalillar bobi deb atagan. Muallif rahimahulloh dastlab bu narsa Yahudi va Nasroniylarda sodir bo'lganini zikr qildi. So'ngra buning ortidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning albatta sizlar hali o'zingizdan oldingilarning yo'liga ergashasizlar degan so'zlarini keltirdi. Ya'ni ushbu ummatda ham o'tgan ummatlarda bo'lgani kabi ishlar bo'ladi demoqchilar. Ahli kitoblarning ishlarini Alloh taoloning mana bu so'zi tasdiqlaydi. Ayting, sizlarga Allohning huzurida, ya'ni qiyomat kunida bundan ko'ra yomonroq jazo oladigan kimsalar haqida xabar beraymi? Ular Allohning la'natiga duchor bo'lgan, g'azabiga giriftor bo'lgan va maymun, to'ng'izlarga aylantirib qo'yilganlar hamda tog'utga qul bo'lgan kimsalardir. Moida surasi 60-oyat. Bular ahli kitoblardir. Bu ummat ham shu ishlarni qilishlarini bayon qilmoqda. Va Alloh taoloning ularning ustiga hukmron bo'lgan podshoh va saroy ayonlari esa albatta biz ular, ya'ni Ashobul Kahf qabrining ustida bir masjid qurib olurmiz deyishdi. Kahf surasi 21-oyat. Ba'zilar mana shu oyatni dalil qilib, ularning ustiga hukmron bo'lgan podshoh va saroy ayonlari esa albatta biz ular, ya'ni Ashobul Kahf qabrining ustida bir masjid qurib olurmiz deyishgan ekan, demak qabrlarning ustiga masjid bino qilish joiz, chunki ana ular shunday deyishgan deydilar. Xo'sh, bu gapni aytganlar kimlar o'zi? Bu gapni aytganlar ichida payg'ambarlar bormidi yoki ular solih kishilar edimi? Yoki Alloh ularning bu ishini ma'qullaganmi? Yo'q. Lekin Alloh bizga nima sodir bo'lganining xabarini beryapti xolos. Ya'ni ularning ustiga hukmron bo'lgan podshoh va saroy ayonlari o'zlarining johilliklari sababli albatta biz ular, ya'ni Ashobul Kahf qabrining ustida bir masjid qurib olurmiz deyishgan. Alloh bizni bunga buyurgani yo'q yoki bu haqda shunday qilinglar deb biror dalil kelmadi, yoki ularning gapini qo'llab-quvvatlamadi, yoki ularning gapini tasdiqlamadi. Hech qachon. Bu oyatda buni tasdiqlaydigan biror narsa yo'q, balki bu qabih ish maqtovdan ko'ra ko'proq mazammatga, qoralashga yaqinroqdir. Ahsanallohu ilaykum qala. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin ustoz. Muallif rahimahulloh aytadi: Abu Said roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: Albatta sizlar hali o'zingizdan oldingilarning yo'llariga tamomila ergashasizlar. Agar ular zob, echki emarning iniga kirishsa, sizlar ham unga kirasizlar dedilar. Biz: Ey Allohning rasuli, yahudiylar va nasroniylargami dedik. U zot bo'lmasa kimga dedilar. Sahih Buxoriy, Sahih Muslim. Savbon roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Alloh menga yerni jamlab berdi va men uning mashriqlari yu mag'riblarini ko'rdim. Ummatimning hukmronligi men uchun jamlab berilgan yergacha yetib boradi. Menga qizil va oq, oltin va kumush ikki xazina berildi. Men Robbimdan ummatimni yoppasiga qahatchilik bilan halok qilmaslikni hamda ularni tag tugi bilan yo'qotib yuboradigan yot dushmanni ularning ustiga hukmron qilmaslikni so'radim. Robbim shunday dedi: Ey Muhammad, men bir hukm qilsam, u aslo qaytarilmas. Men senga ummatingni yoppasiga qahatchilik bilan halok qilmaslikni hamda yerning chekkalaridagilar yoki chekkalari orasidagilar ularga qarshi to'plansa ham ularni tag tugi bilan yo'qotib yuboradigan yot dushmanni ularning ustiga hukmron qilmaslikni ato qildim. Ammo ular bir-birini halok qiladigan
bir-birini asir oladigan bo'lib ketishadi. Sahih Muslim. Imom Barqoniy sahihida ushbu hadisga quyidagilarni ziyoda qilgan: Men ummatim uchun faqat adashtiruvchi imomlardan, yo'lboshchilardan xavotirdaman. Agar ularning ummatining ustiga qilich tushsa, ichki fitna boshlanadi. U qiyomat kunigacha ko'tarilmaydi. Ummatimdan bir qabila mushriklarga qo'shilib ketmaguncha va ummatimdan bir necha jamoalar butlarga sig'inmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ummatimda 30 ta kazzob bo'ladi. Ularning barchasi o'zini payg'ambar deb da'vo qiladi. Holbuki men payg'ambarlarning xotimasiman. Mendan keyin payg'ambar yo'qdir. Ummatimdan bir toifa doimo haq ustida g'olib bo'lib turaveradi. To Alloh taboraka va taoloning buyrug'i qiyomat kelguniga qadar ularni yordamsiz tashlab qo'yganlar ularga zarar yetkaza olmaydi. Ha, muallif rahimahulloh Abu Said al-Khudriyning ushbu hadisini zikr qildi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: albatta, sizlar hali o'zingizdan oldingilarning yo'llariga tamomila ergashasizlar. Agar ular zobning iniga kirishsa, sizlar ham unga kirasizlar dedilar. Zob echki emarga o'xshagan sudralib yuruvchi o'txo'r hayvon. Hatto ular echki emarning iniga kirishsa, sizlar ham unga kirasizlar. Echki emarning iniga o'xshatilishining sababi inning torligi uchundir. Ya'ni hatto mana shu in torligiga qaramasdan, agar ular unga kirishsa, sizlar ham ular bilan birga kirasizlar. Echki emar inining torligi haqida shuni aytish mumkinki, u o'z inini xuddi o'zining o'lchamiga moslab aniq qilib quradi. Ya'ni ortiqcha urinib o'tirmaydi. Masalan, ehtiyot shart deb 2 qavatli qilib, 3-qavatini ijaraga berish yoki shunga o'xshash maqsadlarda qurmaydi. Uning ini aynan o'zining bo'y bastiga loyiq bo'ladi. Hatto shunday deyishganki, echki emar o'z inining ichida aylanishga, o'girilishga ham iloji yo'q. Balki u mana shunday orqasi bilan tisarilib chiqadi. Hattoki erkak va urg'ochi echki emar inining ichida juftlashmoqchi bo'lsa, ulardan biri o'lib qolishi mumkin. Chunki ular bir-birining ustiga chiqib qolishadi-da, in torligidan qimirlay olmay tiqilib, bo'g'ilib qolishadi. Echki emar inining torligi mana shunday dahshatli darajada. Aytishlaricha, varal, yirik echki emar turi echki emarning oldiga kelib, uni inidan chiqarib yuboradi va uning inini egallab oladi. Bechora echki emar. Xullas, bu yerda muhimi shuki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytibdilar: agar ular mana shu tor inga, ya'ni zob iniga kirishsa, sizlar ham ularga shunchalik mukkangizdan ketib ko'r-ko'rona ergashasizlarki, hatto o'sha tor inga ham ular ortidan kirib ketasizlar. Ya'ni xuddi ko'r odamdek hech narsani ko'rmaydi. Hatto yomon narsada ham ularga ergashaveradi. Hatto aql qabul qilmaydigan narsada ham ularga ergashaveradi. Va bu ularning johilligi sabablidir. Ya'ni ularning shariatga zid madaniyatlarga maftun bo'lishi va fitnalanishidir. Odamlar fitnaga uchraydilar va ularga shunchalik mahliyo bo'ladilarki, hatto hamma narsada ularga taqlid qiladilar. Alloh asrasin. Hatto ular echki emarning iniga kirgan bo'lsalar, sizlar ham ularning ortidan kirasizlar. Imom Muslim o'zining sahih to'plamida Savbon roziyallohu anhudan uzun bir hadisni rivoyat qilgan. Muallif u hadisning oxirini va Barqoniy rahimahullohning qo'shimchasini keltirishni iroda qilgan. Unda shunday deyilgan: Men ummatim uchun faqat adashtiruvchi imomlardan, yo'lboshchilardan xavotirdaman. Hatto u zot aytdilarki, ummatimdan bir qabila mushriklarga qo'shilib ketmaguncha va ummatimdan bir necha jamoalar butlarga sig'inmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ya'ni bu ishlar sodir bo'ladi. Shuning uchun hadisda yana shunday kelgan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Davs ayollarining ketlari Zulxalasa atrofida selkillamaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedilar. Imom Muslim rivoyati. Ya'ni Alloh asrasin u shirk yana qaytadi. Alloh taboraka va taolo najot bergandan keyin ham bu ummatning ba'zilari butlarga sig'inadi. Shuning uchun endi bugungi kunda kimdir biz endi butparastlikdan batamom qutulganmiz deb aytsa, bu quruq gapdir va aslo to'g'ri emas. Nuh alayhisalom davridagi yoki undan oldingi kimsalar ilohlaringizni aslo tark qilmanglar deyishgan edi. Ularning ota-bobolari o'sha butlarni qurgan kimsalar ham xuddi mana shu gapni aytishgan. Butlarga kim ham sig'inardi? Biz faqat Allohga ibodat qilamiz. Bular shunchaki solihlarni eslash uchun yasalgan surat va haykallar xolos deyishgan edi va mana shunday qilib shirkka botishgan. Hozirgi kunda odamlar qilayotgan haykallar yasash va ularni tiklash kabi ishlar ham mana shunday. Bularning hech biri joiz emas. Bu ish shirkning sodir bo'lishiga yoki musulmon o'lkalarida shirkning qaytishiga eshik ochishdir.
Alloh tabaraka va taolodan yurtlarimizni va barcha musulmon diyorlarini bunday gunoh ishlardan poklashini so'raymiz. أحسن الله إليكم في Alloh sizni مسائل yaxshilik bilan الأولى تفسير mukofotlasin آية ustoz. النساء. Bu bobdan olinadigan foydalar. Birinchi masala Niso surasidagi jibt va tog'utga iymon keltirish haqidagi oyatning tafsiri. Ikkinchi masala Moida surasidagi Alloh la'natlagan va g'azab qilganlar haqidagi oyatning tafsiri. Uchinchi masala Kahf surasidagi ularning ustiga masjid qurib olamiz deganlar haqidagi oyatning tafsiri. To'rtinchi va eng muhim masala mana shu o'rindagi jibt va tog'utga iymon keltirishning ma'nosi nima? Bu qalb bilan e'tiqod qilishmi yoki ularni yomon ko'rsada va botilligini bilsada dunyo manfaati uchun shu e'tiqoddagilarga muvofiq bo'lishmi? Beshinchi masala Yahudiylarning kitobdan nasibador bo'lgan kimsalarning but va sanamlarga ishonib sig'inayotganlarini hamda kofir kimsalar haqida o'shalar iymon egalari bo'lgan musulmonlardan ko'ra to'g'riroq yo'ldalar degan gaplari. Oltinchi masala bobdan ko'zlangan asosiy maqsad. Abu Said al-Xudriy roziyallohu anhuning hadisida ta'kidlanganidek, shirkka ergashish bu ummatda ham albatta sodir bo'lishi. Yettinchi masala Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ummatning ko'p jamoalari ichida butparastlik paydo bo'lishini ochiq aytganlari. Sakkizinchi masala eng hayratlanarlisi Muxtor as-Saqafiy kabi payg'ambarlik da'vosi bilan chiqqan kimsalarning holatidir. U La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb tursa, o'zini shu ummatdan deb hisoblasa, Rasulullohni va Qur'onni haq deb tan olsa, vaholanki Qur'onda Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning xotimasi ekani ochiq aytilgan bo'lsa-da, shunchalik aniq ziddiyatga qaramay, odamlar uning hamma gapiga ishonib, orqasidan ergashib ketishidir. Va haqiqatdan ham Muxtor as-Saqafiy sahobalar davrining oxirlarida chiqqan va unga juda ko'p odamlar ergashgan. Payg'ambarlikni da'vo qilgan Muxtor ibn Abu Ubayd mana shu. Undan oldin ham payg'ambarlikni da'vo qilganlar ma'lum. Musaylama, Tulayha, Al-Aswad va Sujoh bint Xoris bularning hammasi payg'ambarlikni da'vo qilishgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam esa o'z ummatlaridan 30 ta kazzob chiqishini va ularning barchasi payg'ambarlikni da'vo qilishini xabar berganlar. Ba'zilar aytishi mumkin, payg'ambarlikni da'vo qilganlar 30 tadan ko'p-ku. Menimcha yaqinda bir necha kun oldin ham kimdir payg'ambarlikni da'vo qilib chiqdi. Lekin bu yerdagi 30 ta deyilishidan maqsad ular shunday kimsalarki, ortidan ergashuvchilari ko'p bo'ladigan, nomi chiqib mashhur bo'ladigan va odamlarga ozor yetkazadiganlari nazarda tutilgan. التاسعة 9-chi masala haq xuddi o'tmishda boshqa ummatlarda butunlay yo'q bo'lib ketganidek yo'qolmasligi, balki haq ustida doimo bir toifa qoyim turishi haqidagi xushxabar. 10-chi masala buyuk mo'jiza. O'sha toifa o'zlarining ozchilik ekaniga qaramay, ularni yordamsiz tashlab qo'yganlar ham, ularga qarshi chiqqanlar ham ularga zarar yetkaza olmasligidir. 11-chi masala bularning barchasi qiyomat alomatlaridan ekanligi. 12-chi masala va undagi ulug' oyat mo'jizalar. Alloh u zotga yerning sharq va g'arbini jamlab ko'rsatgani va islom aynan o'sha yo'nalishlarda keng yoyilishi haqidagi xabarlari. Bu xuddi u zot aytganlaridek sodir bo'ldi. Islom shimol va janubga qaraganda sharq va g'arbga ancha kengroq yoyildi. U zot sallallohu alayhi vasallamning o'zlariga 2 xazina, oltin va kumush xazinalari berilgani haqidagi xabarlari. U zot sallallohu alayhi vasallamning ummatlari haqida qilgan 3 ta duolaridan 2 tasi ijobat qilingani va 3-chisi ijobat qilinmagani haqidagi xabarlari. U zot sallallohu alayhi vasallamning ummat orasida fitna boshlanishi haqidagi xabarlari va u bir boshlansa, keyin to'xtamasligi haqidagi xabarlari. Musulmonlarning bir-biriga qurol ko'tarishi, o'zaro qon to'kishi va bir-birini asir olishi haqidagi xabarlari. U zot sallallohu alayhi vasallamning o'z ummati uchun adashtiruvchi imomlardan, yo'lboshchilardan xavotir olganlari. U zot sallallohu alayhi vasallamning ushbu ummat ichida soxta payg'ambarlar paydo bo'lishi haqidagi xabarlari. U zot sallallohu alayhi vasallamning haq uzra sobit, g'olib toifa doimo boqiy qolishi haqidagi xabarlari. 13-chi masala u zot sallallohu alayhi vasallamning o'z ummatlari uchun xavotirlari faqatgina adashtiruvchi imomlar, yo'lboshchilar bilan cheklangani, ya'ni ummat uchun eng katta xavf deb ularni ko'rganlari. 14-chi masala butlarga ibodat qilish ma'nosi nima ekanligiga e'tibor qaratish.